Bismillahirrahmanirrahim. Musulmonlar birlashishi uchun Allohning orqonini mahkam tutish kerak. Va atasimu bihablillah. Ya'ni birlashinglar degani bitta chodir tagida, bitta osh qilib hammani chaqirsangiz, hamma kelib yonma-yon osh yeb o'tirsa birlashgan bo'lmaydi. Birlashish deganda Allohning orqonini tutishda atrofida birga ushlashni buyuryapti Alloh taolo. Birin ketin emas. Va atasimu bihablillahi jami'an, birga ushlanglar va la tafarraqu yormanglar. Mana bu narsani birlashishda eng birinchisi Allohning orqoni, ya'ni tavhid. Tavhid, aqida atrofida hammalaring birlashinglar birga. Va la tafarraqu, firqalanmanglar. Ana bu firqalanish nimalari qaysiki ism ostida musulmonlar firqalansa, va la tafarraquga amal qilgan bo'lmay qoladi. Ya'ni bu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabi johiliyat sassiqligi bo'lib qoladi. Ansor va muhojirlar bir-biri bilan urushib ketib qolgan bir nimada voqea sabab bo'lib, ya'ni bir g'azotdan qaytib kelishlarida suv olayotgan paytda Umar roziyallohu anhuning g'ulomi suv olaman desa, bir ansoriy kelib turib, tur keyinroq olasan degan. Bu keyin buni ansoriyni urgan. Ansoriy boshqa ansorlar chaqirib bu Umarning g'ulomini urgan. Umarning g'ulomi muhojirlardan yordam so'ragan. Muhojirlar kelib ansorlarni urgan. Bu yoqda ansor muhojir bo'lib qilichlar ko'tarilgan. Jihoddan qaytib kelyapti o'zi. Bitta suv uchun, arzimagan narsa uchun bitta g'ulom ana shunday bo'lib ketyapti. Rasululloh juda qattiq xafa bo'ldilar. Kelib o'rtani tinchitdilarda, men sizlarni ichlaringda turib hali shunday qilganki, işte davoni ko'tarasizlarmi? Bu johiliyat sassiqligi dedilar. Ansor va muhojir bo'lib ikkiga bo'linish johiliyat sassiqligi dedilar. Endi bugungi kunda salafiy bo'lib turib bo'linish nima deysiz? Men salafiyman deb turib bu yoqdagi musulmonlarni umman oyoq osti qilsa, salom bersa, salomiga javob bermasa, nari beri qilsa, o'zini salafiylar keyin ikkiga bo'linsa, u ikkiga bo'lingan yana uchga bo'linsa, shayx bo'linib ketsa, qaysi shayxga borasan? Falon shayxga, piston shayxga. O'sha shayxni tobiylari bu shayxni tobiylari bilan ko'z qarashlari boshqacha, salom bersa hali olmaydi, bir-birini g'iybat qiladi, yomonlaydi. Bu firqalanish bu. U salafiylik ostida bo'ladimi yoki hanafiylik ostida, hanafiyman deb turib boshqa musulmonlarni keyin nari beri qilib masjidga kirgan odam urib uni kirgizmay yoki har xil haqorat gaplarni gapirish, bu yahudiyvatcha bular, yahudiyga ergashgan odamlar bular deb turib bularni nari beri qilib musulmonlarni o'rtasini hanafiylik bahonasi bilan odamlarni firqalantirish, mana bu aynan o'sha shaytonning yo'li, johiliyat sassiqligi bo'ladi. Salafiylik bahonasida bo'ladimi? Hanafiylik bahonasida bo'ladimi? Ixvoniylik bo'ladimi? Hizbiylik bo'ladimi? Musulmonlar o'rtasini tafriqasiga sabab bo'lgan narsa johiliyat sassiqligi. Biz musulmonmiz. Ismimiz bizniki musulmon, jamoatimiz musulmon jamoati. Huwa sammakumul muslimin. U sizlarni musulmon deb ismladi. Alloh bizni musulmon dedi, biz musulmonmiz. Innamal mu'minuna ikhwa. Mu'minlar aka-uka dedi. Biz aka-ukamiz, mu'minlarni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz bir tan, bir jon bo'lib turib, birodar bo'lamiz. Agar birodarimizning xatosi bo'lsa, ogohlantiramiz uni. Xatosini bayon qilamiz. "Ma birodar, mana bu joy xato." Lekin uni o'zi bizning birodarimiz, o'lsa janozasini o'qiymiz. Salom bersa, salomiga javob beramiz. Birodarchilik haqqi bizning ustimizda. Mana bu narsa xavorijlar isyon qilib mana sahobalar bilan urushganda mana shunga qarata Ali roziyallohu anhu aytmadilarmi? Ixvanuna bag'av alayna. Bular bizning birodarlarimiz, lekin bizga zulm qildi bular dedilar. Birodarimiz dedilar o'shalarni. Mana bu narsa bizni oldimizda bo'lishi kerak. Hozirgi kunda bu ma'noga talab ilmlar juda ham bilishga ehtiyoji katta. Musulmonlar o'rtasida tafriqa juda ham ko'payib ketgan. Bu yog'i tasavvuf ahliman deb turib sufiylik da'vo qilib chiqqan odamlar bu yoqdagilarni odam o'rnida ko'rmaydi. Ayni paytda bular ularni sufiylar deb turib bularni odam o'rnida ko'rmaydi. Bu yoqdan chiqdi salafiyman deb, bu yoqdan chiqdi ixvoniyman deb chiqqan, bu yoqda hanafiylar deydi, ahli sunna. Bu yoq bu bitta mahallada, bitta ko'chaning bu tomondagi masjid bilan bu tomondagi masjid bir-birini ahli bir-biriga dushman, yahud manada qolib ketgan. Biz bu hayotlarni yashadik, ichida ko'rdik hammasini. Shu darajada bo'ldi. Bitta mustahab amal uchun odamlar bir-birini o'ldirish holatigacha tayyor bo'ldi. Hammasi shu tushunmaslikdan, Allohning orqonini biz mahkam tutishni bilmaganligimizdan, ya'ni dinni yaxshi tushunmaslikdan bo'ldi. Bizning dinimiz bizni ismlagan ism musulmonlar deb ismladi.
Kim agar shu ismdan boshqa ism bilan chiqdimi, bilingki u adashgan odam u. O'sha ism bilan da'vo qilib chiqdimi, u adashgan odam. Salafiylik da'vosi bilan chiqdi. Mayli salafiylik nima degani? Salaf solihlarning tushunchasi bilan tushunaman. Bo'ldi, tushun, hech muammo yo'q unda. Hammamiz shunday bo'lishimiz kerak. Salaf solihlarning tushunchasi bilan tushunmayman deb kim aytadi masalan? Hammamiz o'sha ma'no. Endi bu yoqqa chiqib olib turib salom berma, undan ko'ra bachchavoz yaxshi, undan ko'ra bu yaxshi, bundan ko'ra bu yaxshi. Jarhi ta'dilga o'tirib oldi bular, chiqib olib turib butun yomonlaydigani ahli ilmlarni yomonlaydi. U falonchi uni eshitma, falonchi undan borma, oldiga borma, darsiga borma, gapini eshitma. Faqat va faqat musulmonlarni yomonlash, musulmonlarni ham ahli ilmlarni yomonlash. Bu jahiliyat sassiqligi bo'lmaydi nima bu? Jahiliyat sassiqligi bo'lmaydi nima? Bu yerdan hizb chiqsa, hizbga chiq, hizbdan kir, hizb a'zosi. Hizb a'zosi deb turib bir jamiyat tashkil qildi. Bu qachon chiqdi hizb? O'zlari aytib o'tiribdi mana necha yil oldin bo'lganligini. Masalan, Taqiyuddin Nabahoniy agar shu narsaga asos solgan bo'lsa bu jamoatga, u Taqiyuddin Nabahoniy tug'ilishidan oldin ham hidoyat bormidi? Hidoyat bormi? Bor edi. Ismi nima edi o'sha hidoyatda? O'shanga ergashaveraylik bu yoqdagi. Modam biz bilan o'rtada bo'linishga olib keldimi? O'zi aslida ismda muammo yo'q edi. Ism Ansor bo'lsin, Muhojir bo'lsin. Rasululloh mana Ansorlar, Muhojirlar deb ajratgan, bunda muammo yo'q. Lekin muammo nimada? Agar o Ansor Bequt, Muhojir Bequt deb ikkovi bir-biriga qarab shunday yov qarash boshlansa, mana bu jahiliyat sassiqligi bo'ladi. Mana bu narsada hozir odamlarni qarang, Hanafiyman deb turib, Hanafiylik da'vosini ko'taryapti, musulmonlarni nari beri qilish uchun, tepalash uchun. O'zlari aytib turibdi, ahli sunna va jamoat 4 ta mazhab deb. Modam 4 ta mazhab bo'lsa, ana yoningdagi birodaring boshqa mazhabga amal qilayotgan bo'lsa, nima haqqing bor sen uni haqoratlashga? O'zlarining nimasi bo'yicha bu yana bo'lib ham Allohning uyi, masjidda bo'layotgan ishlar bular. Amin deganligi uchun shundoq yonida turgan birodarini og'ziga avaylamasdan og'ziga tushirib uryapti masalan odamlar. Va bunga butun qavm tomosha qilib qarab o'tiribdi. Hamma odam o'sha amin deb kalta yegan odamni ayblayapti. Urgan odamga aytmayaptiki, sen nima uchun uryapsan? Nimaga to'g'ri keladi bu? Qaysi qonunga to'g'ri keladi bu? Insoniychilikka, muruatga, odamgarchilikka to'g'ri kelmaydi bu. O'zlarini o'sha konstitutsiyasiga ham to'g'ri kelmaydi bu. Va dinga umuman to'g'ri kelmaydi. Yana bo'lib ham namozda, bo'lib ham masjidda, Allohning uyida bu ham munkar ish qilgan yo'q. Amin deganligi uchun og'ziga urilyapti. Mana bu narsa ochiqdan ochiq jahiliyat sassiqligi bu. Jahiliyat uni ismi nima bo'lishidan qat'iy nazar u musulmonlar o'rtasini bo'laklashga olib keldimi jahiliyat sassiqligi. Mana bu ma'nolarni biz tushunmaganligimizdan Yahudlar, ahli kitoblar bundan juda ham o'rnida foydalanyapti. Musulmonlarni o'zlarini yo'liga xizmat qildiryapti. Biz bu narsani bilmaganligimiz bir-birimizni ovora qilib qo'ygan. Bo'lmasa qarang mana G'azzada atrofida qancha musulmon davlatlar bor, qancha kuchli boy davlatlar. Lekin hamma tomosha qilib o'tiribdi. Misr xalqi mujohid xalq. Misr xalqiga qo'yib bersangiz Yahudlarni yeb qo'yadi. Biz xalqning ichida yashaganmiz biz. Bu juda ham fidokor, juda ham mujohid xalq, lekin qo'ymaydi. Chegaralar yopilgan, kelsa otadi. Bu yerda Iordaniya yo'lini hamma narsani yopib tashagan, mumkin emas, yordam o'tishi mumkin emas. Non o'tishi mumkin emas. Bu qaysi qonunga, nimaga to'g'ri keladi bu? Nimaga musulmonlar bu narsaga hamma qarab shu narsaga rozi bo'lib o'tiribdi? Sabab nima? Biz sabab shu ixtilofimizdan musulmonlar bir-biriga dushman qilib qo'ygan. Davlatlar bir-biri bilan kelishmaydigan qilib qo'ygan. O'rtada chegaralab qo'ygan, bu davlatdan bu davlatga yov qarash bo'ladi. U davlat fuqarosi, bu davlat fuqarosi yoki shahar qilib bo'lib tashlaydi. Aynan odamlarni boshqarishning yo'li Yahudlardagi qoida farriq tasud. Sen ularni firqalantir, ega bo'lasan. Ayni o'sha holatga keldik. O'rmonda 3 ta ho'kiz yashar edi. Oq ho'kiz, qora ho'kiz, qizil ho'kiz bo'lib, keyin bir bo'rilar kelib turib, ularda kuchi yetmagandan keyin haligi ho'kizlar bilan ittifoq qilingan bittasi kelgan, senga biz tegishmaymiz. Mana bu oq ho'kizni yelik, senga ishimiz yo'q. Bo'pti deb haligi 2 ta ho'kiz bo'pti degandan keyin bular kelib turib oq ho'kizni yegan, keyin qizil ho'kizni yegan, qora ho'kizga navbat kelgan keyin. O'shanda qora ho'kiz aytgan ekan, oq ho'kiz yeyilgan kuni yeyilgan ekanman men degan. U birodari o'sha so'yilib yeb ketgan, qorni yorilib yegan kunida bu o'tlab yuribdi, nechidir kun o'tladi. Lekin nima manfaati bor uni birodari betib qonni yorilib yeyilsa-da,
bu undan keyin yashashda nima ma'no bor, navbat bunga ham yetib keladigan bo'lsa. Faqatgina uni navbat kelguncha, bo'rilarni qonni och qolguncha bo'lgan vaqtda maza qilib yashab turadi. Undan keyin albatta unga navbat keladi. O'shanda bu zarbul masal bu. Zarbul masal oq ho'kiz yilgan kuni yilgan ekanman degan gap. Ana shunday musulmonlarda ham xuddi mana shu yo'lda ular foydalandi. Xuddiki pollatdan haligi ishlab artib uloqtirib yuborganday kimlardandir foydalandi bular. Foydalanyapti. Bu yerda xor bo'lgan millat musulmonlar bo'lib turibdi. Ko'zimizda oldida mana shu ishlar bo'lyapti. Hammasining sababi ularning kuchliligidan, aqlliligidan emas, sabab o'zimizda o'rtamizdagi ixtiloflarda, ixtilofning sababi Allohni mahkam tutmaganligimizda. Va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Allohning arqonini mahkam tutinglar, firqalanmanglar degan. Alloh taolo o'zi hammamizga tavfiq bersin. Allohumma amin va sallallohu alayhi va sallam nabiyina Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.